Ota-onamni, yaqinlarimni umra safariga olib boraman degan aka-ukalarimiz uchun bugun juda ham katta chegirma qilganmiz. Assalomu alaykum. Bugungi videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, sizlarga juda ham katta chegirma haqida to'liq ma'lumot berishga, umra safari haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Xo'p, umra safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Xo'p, Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. O'zimizni o'zbek povur akalarimiz xizmatda turishadi. Xo'p, ziyoratlarimiz Madinada payg'ambarimiz ravzalariga ziyorat qilinadi. Qur'on bosmaxonasi, Xurmo bog'iga ziyoratlarimiz bo'ladi. Xo'p, Makkada Toyif shahri va Qizil dengiz sayohatlarimiz bor. Bundan tashqari mutaxassis ellikboshlarimiz sayohat, ibodat, ziyoratlar birgalikda qildirishadi. Xo'p, Toyif shahriga borib kelgandan keyin Makkada 2 marta umra amal qilsalaring bo'ladi. Umra amallarni qilib olsalaring bo'ladi. Xo'p, birinchisi umra amalni qilib olasizlar, keyin Toyif shahriga chiqib kelgandan keyin yana bir marta qilsalaring bo'ladi. Bitta to'lov evaziga mutlaqo bepulga. Xo'p, bizning firmamiz tomonidan har bitta o'sha ziyoratchimizga bepul beriladigan sovg'alarimiz bor. Bular mana shunaqa yostiqcha beriladi. Samolyot uchib ketayotganlaringda juda ham qulay, juda ham kerakli narsa bu. O'zi agar nimadan aeroportdan olmoqchi bo'lsalaring, o'rtacha примерно 150 ming 200 ming so'm atrofida bo'ladi. Mana shu narsa sizlarga shunday bepulga beramiz. Har bitta ziyoratchimizga beriladi. Kanzilcha beriladi. Mana shunaqa bizning Centrum Holidays firmamizni logotipi tushirilgan kanzilcha beriladi. So'mka beriladi va yana bejig ham beriladi. Mana shular hammasi shunday bekorga bitta to'lov evaziga beriladi. Xo'p, to'lovlarimizni bizga Telegramdan aloqaga chiqsalaring, pastda ekraniga nomer yozib qo'yamiz. Telegramdan bank shot raqamini tashlab beramiz. Eng yaqin bankka borib to'lov qilib berasizlar. Cheki bilan Zagram pasport tashlab bersalaring, joylarni bron qilib, ishlarini chiroqli bitkazib beramiz. Xo'p, bundan tashqari, agar aka-ukalarimiz jo'natmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz, ota-onami, yoshi kattalar odamlar jo'natmoqchi bo'lsa, xo'p, aravacha masalasi, aravachani Farg'onadan misol tushadigan bo'lsa, Farg'onadan olib ketsa ham bepul bo'ladi. Kilosiga samolyot pul olmaydi, hech qanaqa ortiqcha to'lov bo'lmaydi. Xo'p, atdan olishadigan bo'lsa ham 14 kunga shunday bepulga beriladi, bemalol ishlatib olsalaring bo'ladi. Xo'p, litsenziyamiz bor. N0014 любой MyGovdan xohlagan joylarni internetdan tekshirib olsalaring bo'ladi. Xo'p, narxlarimizga keladigan bo'lsak, eng qiziqarli joyi, eng kerakli joyi o'zi hozirgi kunda noyabr oyi, dekabr 10-dekabrgacha $1050, $1100 atrofida narxlar qo'yayotgandik. $1050 grubiy, Toshkent $1000 edi. Hozir hammasini bitta narx qilib qo'ydik. Srochniy hoziroq telefon qilinglar. $980 dan Farg'onadan uchadigan, Namangandan uchadigan, Toshkentdan uchadigan hamma reyslarimiz bir xilda. $980 qilib belgiladik bugungi videomizda. Xo'p, hoziroq telefon qilinglar. Xo'p, bu Farg'onadan xo'p, 29-noyabrga bor reysimiz. Namangandan bir hafta bir marta reysimiz bor. Toshkentdan kunda kunora reyslarimiz bor. Hozirgi eng yaqin kunlardagi reyslarimiz shular. Bemalol telefon qilaverasizlar, aloqaga chiqaverasizlar. Qaysi kunga sizlarga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, o'sha sizlarga ma'qulroq kunga joylarni band qilib, ishlarini qilib berishga harakat qilamiz. Doimo sog' bo'linglar. Umraga bo'lmoqchi bo'lgan aka-ukalar, qarindosh-urug', tanish-bilishlar gruppalarga tashlab qo'yinglar.